Sardoba Guliston Ohangaron yo'lining 20 metrlik zapravka yo'llaridagi asfaltlash ishlarini kuzatyapmiz. Asfaltlash ishlari do'stlarim, mana ko'ryapsizlar. Katta M370 halqa yo'l ustida. To'liq kapital ta'mirlanadi. To'liq kapital mana. 8 tonna ekan mana bu yumaloq katok. 8 tonna ekan. Preslayapti mana. Preslanyapti, ko'ringizlar. Asfaltlar to'kilyapti. Preslanyapti mana. Qoyil. Yo'lchilarning ishiga qoyil dedim. Mehnati qum, shag'aldan ikki xili kattasi, maydasi, kliniz, bitum, va quritish kislotalarini aralashtirib barchasidan mana tayyor asfalt tayyorlab, issiq holatda eritib kelib, yo'llarni ta'mirlab, yo'llarimizni ravon qilyapti mana. Lekin biz yo'lchilardan ko'p shikoyat qilamiz. Endi men shikoyat qilmaydigan bo'ldim. Nihoyatda og'ir mehnat, nihoyatda og'ir zahmatli ish ekan. Shuning uchun yo'lchilarimizdan mehnatini qadrlaylik. Shuncha odam mehnat qilyapti mana ko'ringizlar. Halqa yo'llarimiz tekis ravon qilyapti. Mana ko'ringizlar do'stlarim, katogimiz yana kelyapti. Toshkentga avtobus ketyapti. Bu yoqda mana texnikamiz ham nima qilib kelyapti, hayronman. O'tik. Ustaka, yo'lchi aka. Bu texnikalarimizni nima qilyapti? Qanday yurayotgan? Katoklarimiz asfalt olinganligi bilan katoklar yordamida bittasi validiy katok deyiladi. Bu katogimiz 8 tonna katok bo'lib turib, uni zichlash, qotirish ishlarini bajaradi. Yonidagi pnevma katogimiz 13 tonnalik katok. U ham zichlash va qotirish ishlarini bajaradi. Va qotirish ishlarini bajaryapti ekan, mana ko'ringizlar. Yo'lchilarimiz ishiga mingdan ming rahmat. Tasonno yo'lchi akalar. Ming rahmat sizlarga, ming rahmat.